Allahu Ekber. Allahu Ekber. Prospekt Miradagi jome masjidi Moskvadagi Qurbon hayiti tantanalarining markaziga aylandi. Poytaxtning o'zida faoliyat yuritayotgan 5 ta masjid va 2 ta maxsus joyda bayram namozi o'qildi. Qurbon hayiti Rossiyaning minglab boshqa shahar va o'lkalarida ham nishonlanmoqda. Serxasham va mahobatli qilib qurilgan ibodatxonaga tong sahardan minglab dindorlar yig'ila boshladi. Odatdagidek politsiya va maxsus idoralarning qattiq nazorati ostida o'tgan hayit namoziga yig'ilganlarning asosiy qismini Moskva shahri va viloyatida yashab mehnat qilayotgan Markaziy Osiyolik muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar tashkil etdi. Rossiya poytaxtidagi tantanalarda 200 mingdan ziyod musulmon ishtirok etdi. Ularning asosiy qismi Prospekt Mira ko'chasidagi jome masjidga keldi. Sheriklar shetga kelamiz deyishdi, shetga keldik. Bilmaymiz boshqa joyda, yangimiz. Birinchi marta kelishimiz Moskvaga. Har doim musulmonlar shu yerga ko'proq keladi. O'zimiz ham har doim har safar masalan 2 yildan beri faqat shu yerga kelamiz, inshaalloh shu yerdamiz. Men ishdan chiqib kelyapman, ishim berib qolgani uchun. Bizga qulay, o'zimiz shu yerda turganimiz uchun qulay deb. Boshqa masjidlarga nisbatan hamma sharoitlari yaxshi shuning uchun. Qurbon bayramlaringiz muborak bo'lsin, ahli musulmonlar. Shu barcha mo'min musulmonlarga, shu Rossiyada hamyurtlarga, ishlab yurgan opalarga, akalarga, uyda o'tirgan oilamizga, hammalariga bayram qutlug' bo'lsin. Butun yurtdoshlarimizni mana shu kirgan Qurbon hayit ayyomlari bilan tabriklayman. Baxt, omad hamisha hamroh bo'lsin. Butun musulmon ahlini bugungi Qurbon hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Kelolmaganlarni ham, masalan, masjidga kelib o'qimaganlarni ham tabriklaymiz hammalarini. Musofir yurtida yurgan yurtdoshlarimiz, musofir yurtdoshlarimiz, musulmon yurtdoshlarimiz ham hammalarini tabriklaymiz. Sog'-salomat hammaning uylariga yetib olishsin. Sog'-salomat ota-onalarning bag'riga, oilalarning bag'riga. Barchalarni tabriklayman, musofirda yurgan, mana shu Moskvada yurgan o'zbeklarimizga ham hayot qutlug' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, O'zbekistonimiz. Prezidentlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Avvalo Mirzayev, Shavkat Miromonovichga rahmat. Mana Putinga rahmat. Dunyolar sog' bo'lib, sog'-salomat bo'lsin. Putinga nimaga rahmat? Mana yerda tinch yurganimizga rahmat. Shu ota-onamiz sog'-salomat bo'lib, o'ynab kulib yurganimizga shukr qilamiz. Boshqa gapimiz yo'q. Rahmat. Ismingiz kim? Ismimizni aytingiz.